Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar va eng avvalo muhtaram nafaqaxo'rlar, bugungi videomiz sizning e'tiboringizni talab qiladigan o'ta muhim, hatto hayotiy yangilik haqida bo'ladi. Men bilaman, ko'pchiligingiz har oy nafaqangizni qanday qilib ro'zg'orga yetkazish, kommunal to'lovlarni to'lash, dori-darmon sotib olish haqida tashvishlanasiz. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, surunkali kasalliklarga chalingan yoki nogironligi bor insonlar uchun har bir tiyinning qadri beqiyos. Bugungi ma'lumotlar esa aynan sizga qaratilgan va nafaqangizga jiddiy qo'shimcha mablag' olish imkoniyatini taqdim etadi. Siz to'g'ri eshitdingiz, davlatdan sezilarli miqdorda, ba'zi holatlarda juda ham solid miqdorda pul olish imkoniyati paydo bo'ldi. Va bu imkoniyat 1 maydan boshlab kuchga kiradi. Shu sababli iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir tafsilot siz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Toki ushbu muhim ma'lumot ko'proq insonlarga yetib borsin. Endi esa asosiy muammoga o'taylik. Avvallari nafaqa tizimimiz asosan belgilangan qonunlar va normativ hujjatlarga asoslangan edi. Nafaqalar miqdori ish staji, olgan oylik maosh va boshqa shu kabi mezonlarga bog'liq bo'lib, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash uchun turli nafaqalar va imtiyozlar mavjud edi. Ammo hayot bir joyda turmaydi. Iqtisodiy vaziyat o'zgaradi, narx-navo oshadi. Ba'zida kutilmagan ijtimoiy hodisalar yuz beradi. Bunday sharoitlarda mavjud nafaqa miqdorlari va ijtimoiy yordam mexanizmlari ayrim fuqarolarimiz uchun yetarli bo'lmay qoladi. Ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz bu borada eng sezgir qatlam hisoblanadi. Ular ko'pincha kutilmagan xarajatlar, sog'liq bilan bog'liq muammolar yoki farzandlaridan uzoqda yolg'iz yashash kabi qiyinchiliklarga duch kelishadi. Davlatimiz rahbariyati va hukumatimiz bu masalaga jiddiy e'tibor qaratib keladi. Aynan shu sababli nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish, ularning moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida yangi bir maxsus dastur ishlab chiqildi. Ushbu dastur doirasida 1 maydan boshlab muayyan toifadagi nafaqaxo'rlar uchun bir martalik, ammo juda ham salmoqli miqdordagi qo'shimcha to'lov joriy etiladi. Bu shunchaki mayda bir bonus emas, balki haqiqatan ham nafaqaxo'rlarimizning hayotini biroz bo'lsa-da yengillashtirishga qaratilgan sezilarli miqdordagi yordamdir. Bu o'zgarish qanday vaziyatlarda yuzaga keldi? Ko'pchiligimiz bilamiz. Oxirgi paytlarda inflyatsiya darajasi ba'zi tovar va xizmatlarning narxiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Kommunal to'lovlar, oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmon narxlari ko'tarildi. Ushbu yangi to'lov aynan shu qiyinchiliklarni biroz yumshatish, nafaqaxo'rlarimizga qo'shimcha moddiy ko'mak berish maqsadida tashkil etildi. Bu hukumatimizning xalqqa, ayniqsa keksalarga bo'lgan g'amxo'rligi namunasidir. Endi esa ushbu yangi to'lovning asosiy jihatlariga o'taylik. Bu to'lov nima, kimlarga beriladi va kimlar uchun bu masalada tashvishlanishga hojat yo'q. Eng avvalo ta'kidlash kerakki, bu to'lov barcha nafaqaxo'rlar uchun umumiy tarzda emas, balki maqsadli ravishda, ya'ni eng muhtoj va ijtimoiy himoyaga ehtiyojmand qatlamlarga qaratilgan. Hukumatning maqsadi yordamni aynan eng zarur bo'lgan joyga yetkazishdir. Kimlar uchun bu to'lov haqiqatan ham dolzarb? Yolg'iz yashovchi va 7-5 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar bu toifa har doim alohida e'tibor talab qiladi. Ularga qarashadigan kishi bo'lmagani uchun kundalik ehtiyojlarni qondirish, uy ishlarini qilish, dori-darmon sotib olish kabi masalalarda qiyinchilikka duch kelishadi. Ba'zida hatto oddiy non sotib olish uchun ham ko'chaga chiqish qiyin bo'ladi. Shu sababli aynan bu toifa uchun davlatimiz alohida g'amxo'rlik ko'rsatmoqda. Misol bil. Tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi Taybrin 2 yoshli Oysha buvi. U turmush o'rtog'idan erta ayrilgan, farzandlari chet elda ishlaydi. U bilan aloqada bo'lsa-da moddiy yordam berishga imkoniyati yo'q. Oysha buvi yolg'iz yashaydi. Faqat minimal nafaqa oladi. Har oy kommunal to'lovlar, uy-joy ijara haqi agar mavjud bo'lsa, dori-darmon xarajati uning nafaqasining katta qismini tashkil qiladi. Qolgan pul esa oziq-ovqatga zo'rg'a yetadi. Ba'zida to'lovlarni o'z vaqtida to'lay olmagandan qarzi ham yig'ilib qoladi. Bu yangi to'lov Oysha buvi uchun haqiqiy najot bo'ladi. Aytaylik, u 25 million so'm miqdorida bir martalik yordam oladi. Bu mablag' evaziga u bir necha oylik kommunal to'lovlarni to'lay oladi. Qarzlarni yopadi. Eng muhimi, uzoq vaqtdan beri sotib ola olmayotgan surunkali kasalliklarga qarshi dori-darmonlarni xarid qiladi. Oysha bu bir muddat bo'lsa-da, moddiy tashvishlardan xalos bo'lib, tinch yashash imkoniyatiga ega bo'ladi.
iki astirish va uy guruh nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, nogironligi bor insonlar doimiy tibbiy nazoratga, maxsus parvarishga va qimmat dori-darmonlarga muhtoj bo'ladi. Ularning nafaqasi ko'pincha bu xarajatlarni qoplashga yetmaydi. Bu esa ularning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Asosiy misol 2. Qashqadaryo viloyatidan 65 yoshli Ahmad aka. U guruh nogironi yurak xastaligi bor. Ahmad aka har oyda yurak qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlovchi qimmat dori-darmonlarni qabul qiladi. Nafaqasining deyarli yarmi dori-darmonlarga ketadi. Qolganiga esa oilasini, chunki uni rafiqasi ham nogiron, ammo unga o'zi qaraydi, boqishi, uy-joy ehtiyojlarini qondirish kerak. Uning sharoitida har qanday qo'shimcha yordam juda muhim. Yangi to'lov Ahmad akaga, masalan, 2 million so'm miqdorida ajratilishi mumkin. Bu mablag' unga bir necha oylik dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Hatto yangi, qulayroq nogironlik aravachasi sotib olishga imkon beradi. Chunki eskisining ta'mirlashga muhtojligini biladi. U bu pulni bolalarga ortiqcha yuk bo'lmaslik uchun ishlatadi. O't astas kam ta'minlangan oilalarning nafaqaxo'r a'zolari. Agar nafaqaxo'r shaxs kam ta'minlangan oilada yashasa va uning nafaqasi oila byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatsa, u holda ham davlat yordam ko'rsatadi. Bu ayniqsa nabiralarni boqayotgan bobo-buvilar uchun muhimdir. Misol 3, Samarqand viloyatidan 7 yoshli Gulnora opa. U yolg'iz o'g'ling beva xotinning 2 nafar farzandiga, ya'ni nabiralarga qaraydi. Uning o'zi nafaqada. Kelini ham ishlamaydi, farzandlari yosh. Ularning oilasi mahalla tomonidan kam ta'minlangan deb tan olingan. Gulnora opaning nafaqasi va oilaning boshqa kichik daromadlari, maktabga boradigan nabirasining o'qish xarajatlari, oziq-ovqat va kiyim-kechak uchun zo'rg'a yetadi. Yangi to'lov, masalan, 2 million so'm miqdorida Gulnora opaga maktab o'quvchisi nabirasiga yangi o'quv qurollari, kiyim-kechak sotib olishga yordam beradi. Kichik nabirasining bog'cha to'lovlarini qoplashga yordam beradi. Bu pul ularning oilaviy byudjetidagi uzoq yillik muammolarni bir zumda hal qilmasa-da, katta yordam bo'ladi. Ularga biroz yengillik beradi. Bu toifalarga kiruvchi nafaqaxo'rlar uchun ushbu to'lov nafaqat moddiy yordam, balki davlatning ularga bo'lgan e'tibori va g'amxo'rligi ramzidir. Bu mablag'lar nafaqaxo'rlarimizga eng asosiy ehtiyojlarni qondirishda, hayot sifatini biroz yaxshilashda yordam beradi. Kimlarga bu to'lov masalasida tashvishlanishga hojat yo'q. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz, masalan, oilangiz bilan yashasangiz, 2 yoshdan kichik bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lmasa va kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lmasangiz, demak ushbu maxsus to'lov aynan sizga mo'ljallanmagan. Ammo bu degani davlat sizga e'tibor bermaydi degani emas. Davlat barcha nafaqaxo'rlar uchun umumiy pensiya va ijtimoiy himoya dasturlarini doimiy ravishda takomillashtirib boradi. Shunchaki ushbu aniq to'lov eng zaif qatlamlarga yo'naltirilgan. Endi esa eng muhim jihatlardan biri istisnolar. To'lovni olishdagi murakkabliklar va e'tibor berish lozim bo'lgan nozik nuqtalarga to'xtalsak, har qanday katta dasturda bo'lgani kabi bu yerda ham o'ziga xos shartlar va cheklovlar mavjud bo'ladi. Istisnolar va cheklovlar. Qo'shimcha daromadga ega bo'lganlar. Agar nafaqaxo'rning pensiyasidan tashqari sezilarli darajada boshqa daromadi bo'lsa, masalan, ijara uyidan keladigan doimiy daromad, yirik biznesdagi ulush yoki boshqa davlat to'lovlari, u holda u ushbu bir martalik yordamga da'vo qila olmasligi mumkin. Bu yordam moddiy ahvoli og'ir bo'lganlarga yo'naltirilganligini unutmaslik kerak. Agar nafaqaxo'rning rasmiy daromadi belgilangan eng kam miqdordan, masalan, oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad miqdori yuqori bo'lsa, u holda ular istisno qilinishi mumkin. Davlat tomonidan to'liq ta'minlanganlar. Agar nafaqaxo'r qariyalar uyi, nogironlar uyi kabi davlat tomonidan to'liq ta'minlangan ixtisoslashgan muassasalarda yashasa, ularning barcha ehtiyojlari davlat hisobidan qoplanayotganligi sababli bu to'lov ularga ajratilmasligi mumkin. Chunki ularning asosiy yashash va parvarish xarajatlari davlat zimmasida. Bir nechta toifaga kiruvchilar, agar nafaqaxo'r bir vaqtning o'zida ham yolg'iz yashovchi 7-5 yoshdan oshgan, ham guruh nogironi bo'lsa, u ikkala to'lovni ham oladimi yoki faqat bittasini? Odatda bunday hollarda eng yuqori miqdordagi yordam ajratiladi. Ya'ni ikkala toifaning ham eng katta foyda keltiradigan biri tanlanadi. Bu masalani pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan aniqlashtirish zarur bo'ladi. To'lovni olishdagi murakkabliklar va e'tibor berish lozim bo'lgan nozik nuqtalar, hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri hujjatlar noto'g'ri
yoki to'liq bo'lmagan holda taqdim etishdir. Masalan, mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan beriladigan ma'lumotnoma eskirgan bo'lishi yoki nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa VTEK xulosasi muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Ba'zida esa pasport ma'lumotlarida xatolar mavjud bo'ladi. Har bir hujjatning dolzarbligi va to'g'riligiga e'tibor berish shart. Arizani o'z vaqtida topshirmaslik. Astirish davlat tomonidan ajratiladigan bunday to'lovlar odatda muayyan muddatlar bilan cheklangan bo'ladi. Agar arizani belgilangan muddat ichida topshirmasangiz, mablag'ni olish imkoniyatini boy berishingiz mumkin. Shuning uchun harakat qilish va kerakli hujjatlarni imkon qadar qisqa muddatda yig'ib, tegishli idoraga murojaat qilish juda muhim. Firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Afsuski, har qanday yangilikdan foydalanib qolishni istaydigan shaxslar har doim topiladi. Ba'zi firibgarlar o'zlarini davlat xizmatchilari deb tanishtirib, go'yoki sizga yordam berish evaziga pul so'rashi. Bank karta ma'lumotlaringizni yoki shaxsiy identifikatsiya raqamlaringizni talab qilishi mumkin. Unutmang, davlat idoralari hech qachon telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni so'ramaydi va sizdan xizmat uchun pul talab qilmaydi. Barcha murojaatlar rasmiy davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermang, hech kimga shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Bu juda muhim. Bank hisobvaraqlari bilan bog'liq muammolar, ba'zi nafaqaxo'rlarning bank kartasi yo'q bo'lishi yoki kartasi muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Mablag'larni olishda qiyinchilikka duch kelmaslik uchun oldindan bank kartangizning holatini tekshiring. Agar karta bo'lmasa, to'lovni naqd pul shaklida olish yoki yaqin qarindosh orqali olish tartibini aniqlashtirish kerak. Ammo ko'pincha bunday to'lovlar bank kartasiga o'tkaziladi. Astarish vaziyat o'zgarishi agar arizani topshirgandan so'ng nafaqaxo'rning ijtimoiy holati masalan, unga qaraydigan qarindosh kelishi yoki davlat muassasasiga joylashtirilishi o'zgarish bo'lsa, bu to'lovni olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Bunday o'zgarishlar haqida tegishli idorani xabardor qilish lozim. Vasiy yoki ishonchli vakil orqali murojaat. Agar nafaqaxo'r sog'lig'i tufayli shaxsan murojaat qila olmasa, uning nomidan qonuniy vasiy yoki ishonchli vakil hujjatlarini topshirishi mumkin. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Bu ishonchnomada aynan shunday turdagi ijtimoiy to'lovlarni olish huquqi aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Yuqoridagi jihatlarni inobatga olish orqali siz to'lovni olish jarayonida duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olgan bo'lasiz. Endi esa eng amaliy qismiga o'tamiz. Hurmatli tomoshabinlar, siz qanday qadamlarni tashlashingiz kerak? Bu yerda aniq ko'rsatmalar beriladi. Amaliy qadamlar. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam huquqingizni tekshiring. Astirish o'zingizning yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirishingizga ishonch hosil qiling. 75 yoshdan oshgan yolg'iz nafaqaxo'rmisiz yoki ikkili guruh nogironingiz bormi? Yoki kam ta'minlangan oilaning nafaqaxo'r a'zosimisiz? Agar ikkilanayotgan bo'lsangiz, mahallangizdagi ijtimoiy xodimga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga telefon qilib dastlabki maslahatni oling. Ular sizga to'lovga haqli ekanligingizni aniqlashtirishda yordam berishadi. Maxsus ishonch telefon raqamlari mavjud bo'lishi mumkin. Ularni pensiya jamg'armasining rasmiy saytida topishingiz mumkin. 2. Ikkinchi qadam, hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Hujjatlarning to'liq va tartibli bo'lishi arizangizni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtiradi. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, asl nusxasi va nusxasi. Uning muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz eskirgan bo'lsa, uni yangilash uchun zudlik bilan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Nafaqa guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Nogironlik uchun agar siz nogironligi bor nafaqaxo'r bo'lsangiz, nogironlikni belgilash bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi VTEK xulosasi. Ya'ni nogironlik guruhini tasdiqlovchi hujjat uning muddati o'tmaganligini tekshiring. Agar muddati o'tgan bo'lsa, uni qayta ko'rikdan o'tkazish uchun tegishli idoraga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Astirish kam ta'minlangan oila a'zosi ekanligini tasdiqlovchi hujjat. Mahallangiz fuqarolar yig'ini tomonidan berilgan ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnomada sizning oilangiz kam ta'minlanganlar ro'yxatida ekanligi va oila a'zolari tarkibi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu ma'lumotnoma odatda faqat muayyan muddatga beriladi. Shuning uchun uning dolzarbligini tekshiring. Yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar uchun
mahalladan beriladigan ma'lumotnoma unda sizning haqiqatan ham yolg'iz yashashingiz tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bu ma'lumotnoma kadastr organlari ma'lumotlari bilan solishtirilishi mumkin. Astroz bank kartasi rekvizitlari, nafaqangizni oladigan bank kartasining raqami, plastik karta raqami yoki jamg'arma daftarchasi. Mablag'lar ushbu hisobga o'tkaziladi. Agar kartangiz bo'lmasa yoki muddat o'tgan bo'lsa, bankka murojaat qilib, yangi karta ochtirishingiz yoki eski kartangizni yangilashingiz kerak. Aks holda pulni olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ashq, vasiy yoki ishonchli vakil orqali murojaat qilinganda, notarial tasdiqlangan ishonchnoma, vasiylik hujjatning asl nusxasi va nusxasi. Ishonchnomada sizning nafaqaxo'rning nomidan harakat qilishga vakolatli ekanligingiz aniq ko'rsatilishi shart. 3-chi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlarni yig'ib bo'lgach, sizning hududingizdagi quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari. Bu asosiy murojaat nuqtasi. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz. Mutaxassislarga murojaat qilishingiz va ariza topshirishingiz mumkin. Ular sizga barcha zarur ma'lumotlarni berishadi va hujjatlarni qabul qilishadi. Davlat xizmatlari markazlari DXM oxirgi yillarda DXMlar aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishda juda qulay platformaga aylandi. U yerda navbatlar tartiblangan, mutaxassislar maslahat berishadi. Bu markazlar ko'pincha nafaqaxo'rlar uchun barcha hujjatlarni bir joyda rasmiylashtirish imkoniyatini yaratadi. Masalan, agar sizga mahalladan ma'lumotnoma kerak bo'lsa, ba'zi DXMlar shu joyda mahalla vakillari bilan hamkorlikda yordam berishi mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mypopko'k.uz. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz yoki sizga yordam beradigan yaqinlaringiz bo'lsa, ushbu portal orqali ham elektron ariza topshirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Portalda maxsus bo'lim mavjudmi yoki yo'qligini tekshirish lozim. Agar mavjud bo'lsa, bu uydan chiqmang. Navbatda turmasdan ariza topshirishning juda qulay usulidir. Biroq ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun bevosita idoraga borish ishonchliroq bo'ladi. 4-chi qadam, arizani to'ldirish va topshirish jarayoni. Murojaat qilganingizda sizga maxsus ariza shakli beriladi. Ushbu arizani diqqat bilan xatosiz to'ldiring. Agar savollaringiz bo'lsa, tashrif buyurgan idora xodimidan yordam so'rang. Ular sizga barcha bosqichlarda yordam berishga majbur. Hujjatlaringizni to'liq topshirgandan so'ng, sizga arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat, masalan, kvitansiya yoki ro'yxatdan o'tish raqami beriladi. Uni saqlab qo'ying, chunki keyinchalik arizangizning holatini tekshirishda kerak bo'ladi. 5-chi qadam, arizaning holatini kuzatish. Arizani topshirganingizdan so'ng, uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum vaqt talab qilinadi. Siz arizangizning holatini tekshirish uchun quyidagi usullardan foydalanishingiz mumkin. Telefon orqali, pensiya jamg'armasi yoki DXMning ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, arizangizning ro'yxatdan o'tish raqamini aytish orqali uning holatini bilishingiz mumkin. Shaxsan borish. Agar telefon orqali ma'lumot ola olmasangiz yoki shaxsan borishni afzal ko'rsangiz, murojaat qilgan idorangizga qayta borib so'rashingiz mumkin. Onlayn mypopko'k.uz portali orqali ariza topshirgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda arizangizning statusini kuzatib borishingiz mumkin. 6-chi qadam, pulni qabul qilish. Arizangiz ma'qullangandan so'ng, mablag'lar sizning ko'rsatgan bank kartangizga yoki jamg'arma daftarchangizga o'tkaziladi. Bu jarayon bir necha ish kuni ichida amalga oshiriladi. Odatda pensiya jamg'armasi mablag'lar o'tkazilgani haqida SMS xabar yuborishi mumkin. Agar pul o'tkazilmasa va arizangiz ma'qullanganiga ishonchingiz komil bo'lsa, pensiya jamg'armasi bilan bog'laning yoki bankka murojaat qilib hisobingiz holatini tekshiring. Xulosa qilib aytganda, hurmatli tomoshabinlar, Irmaydan boshlab amalga oshiriladigan ushbu yangi to'lov sizning hayotingizda sezilarli o'zgarishlar yasashi mumkin. Bu davlatimiz tomonidan berilayotgan katta imkoniyat. Shuning uchun yuqorida sanab o'tilgan har bir bosqichga jiddiy e'tibor qaratib, harakatni kechiktirmang. Kerakli hujjatlarni to'plang, tezda tegishli idoralarga murojaat qiling va o'z huquqlaringizdan foydalaning. Unutmang, siz bunga haqlisiz va davlatimiz sizga g'amxo'rlik qilishga intiladi. Bu to'lov faqat bir martalik bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Agar sizning holatingizda ushbu to'lovga da'vo qila olmasangiz ham, bu ma'lumotni atrofdagi tanishlaringiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yetkazing. Balki ular orasida haqiqatan ham ushbu yordamga muhtoj bo'lganlar bordir.
Fikr mulohazalaringizni sharhlarda qoldiring. Siz qaysi toifaga kirasiz? Bu yangilik haqida nima deb o'ylaysiz? Balki sizda qo'shimcha savollar paydo bo'lgandir. Ularni ham sharhlarda yozing. Biz imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang va doimo eng dolzarb ma'lumotlardan xabardor bo'lib turing. E'tiboringiz uchun rahmat.